ertaga agar imtihon bo'lsa, siz ikkinchimisiz yoki 5chi? Taqdirimizga yozilgan-ku deb hech bir harakat qilmay qo'ydik. Yaxshilikka, yaxshi tarafga. Xo'p, Allohim peshonamizga yozib qo'ygan bo'lsa, unda nima uchun bizni sinov qilmoqda? Men buni javobini topgandayman. Tasavvur qiling, bitta o'qituvchi ertaga o'quvchilariga imtihon bo'lishi haqida aytdi va o'sha vaqtida varaqchasiga yozib qo'ydi. Faloncha ertaga 5 oladi, pistoncha ertaga 2 oladi va ertasi kuni aynan xuddi shunday bo'ldi. O'qituvchi ularga bir xil imkoniyat berdi, bir xil yordam bergan edi. Lekin bahoni oldindan aytdi va aynan xuddi shunday bo'ldi. Va Alloh ham xuddi shunaqa. Bizni nima qila olishimizni biladi, lekin bizni hech narsaga majburlamaydi. Siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, aqalli bir marta o'qituvchi nazari bilan o'zingizga qarab ko'ring. Ertaga agar imtihon bo'lsa, siz 2chimisiz yoki 5chi? Demak, dars davom etyaptimi? Hali bizda imkoniyat bor 5chi inson bo'lish uchun. Va bizga ham ertasi kuni imtihon bo'ladi desa, bir kunda butun umrlik qilmagan ishimizni qila olmaymiz. Shu sababli bugundan imtihonga yaxshilab tayyorgarlik ko'raylik. Va bu fikrlar mening shaxsiy fikrim, hech qanday manbaga asoslanmagan. Bu fikrga qo'shilish yoki qo'shilmaslik sizning o'zingizning shaxsiy fikringiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.